Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Namangan shahar mashina bozorining oldiga o'rnadi. Bu darvozamiz eniga 390, balandligi 4 metrli bo'lgan. Ina marka fasonni ham xudo xolasa mana Alloh qodir qilgancha chetkilar qilib berdi. Bizda bilasizlar, narx arzon bo'lmasa ham xudo xolasa ishimizni kachta chetki qilib beramiz. Aytilgan material, aytilgan sifat bilan chiqarib beramiz. Zamog ham o'ziga yarashgan. Maşallah. Darvozamiz 4 qavatdan ham ko'proq bo'lgan. Tepasi ochilmaydigan tahiyasi shunaqa holatda bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, har doimgidek oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. O'ylarga ham juda yarashdi. Buyurib nasib qilsin shu xonadonda deb to'ylarni qilsinlar ukamlar. Darvozamiz yaqinroqdan olib kelamiz. Kesaklarga 8-12 burishsa ham eng qalinidan ishlatganmiz, vaqti yumaloq bo'lib ketgan. Listlari chotki xudo xolasa. Bu darvozamiz orqa tomonidan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Orqa ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Orqasi tekis chiqqan. Tepalarga ham e'tibor berasizlar. Xudo xolasa chotki. Shandirlari ham 35-40 sm-ligidan ustidan qo'yilgan. Xonadon ham xudo xolasa chiroyli. Hozirgi diptaganda buyurib nasib qilsin. Bu kishini hamma taniydi o'zi. 600 yil ikkilasdan Bu darvozani ko'rganda bitta mashalloh demasa juda bo'lmaydi. Qo'llab-quvvatlab videolarimizni yaxshi darvoza oladigan do'stlarga jo'natamiz. Do'stlar. Assalomu alaykum. Charchapomani bizni kuzatishda davom ettinglar. Biz juda maqtanayapmiz. Juda arzon deb ham maqtanamiz. Ishimiz shunga yarasha bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab videolarga like'larni tirs turing. Salomat bo'ling.